Assalomu alaykum hamkasblar, yosh elektriklar. Bugun yana bir amaliy dars qilmoqchimiz. Mana shu 4 kilovatli asinxron motorimiz bor. Motorimiz mana shu переключатель faz orqali 3 fazalik переключатель faz orqali orqaga, oldiga aylantirishni ko'rib chiqamiz amalda. Mana avtomatimiz bu yerda motorga chiqyapti, shu kontaktor tagidan. Shu yerga qo'yamiz. Mana birinchi положениеga olsak, masalan o'ngga, chapga bo'lsa, ikkinchi положениеga olamiz. Stanovlarda ko'p ishlatiladi. Shuni bir amaliy suratda ko'rib chiqamiz. Hozir buni ulaymiz. Azizlar, ulab oldik. Motorimiz o'zi ulangan. Shu holatda mana biz mana shu переключатель fazimizni uladik. Qani ulanishini tushuntirib bermoqchiman. Qarang, mana avtomatdan kelgan kabellarimiz. Mana shu 3 ta kabel. Avtomatdan to'g'ri kelyapti. Переключательga ulanyapti-da. Mana bu holatda bu yerda mana S ni B ga, B ni S ga almashtirganimiz motorni teskari aylantirish uchun. Bu yerda mana razmonka qilib topib olinadi. Mana birinchi bu yerdagi yozuvlarga qaraydigan bo'lsak, mana 1 3, ya'ni 1 mana shu birinchi kontakt desak, mana shunga to'g'ri keladi. Birinchi kontaktimizga to'g'ri keladi. 3 bo'lsa, mana shu pastdagi kontaktga to'g'ri keladi, shunga to'g'ri keladi. Qolgani ham shu va hokazo shunaqa. Bu yog'iga o'tganda mana buni nimasi bor? Ichida rubelnikka o'xshab uzib bo'ladigan. Birinchi holatimizda mana shu birimizni bu mana shu yerdagi 2 ga ulab beradi. 2 hozir ko'rinmayapti-ku, mana 2 ga. Mana 2 ga ulab beradi. Buni birinchi положениеsiga qo'yadigan bo'lsak, shu 1 ga oldik. Mana shu birinchi qator 3 ta kontaktni, 3 ta fazani mana shu qatorga to'g'ri ulab beradi. Shu holatda fazasiga to'g'ri holatda ulaydi. Motorimiz bir tomonga aylanadi. Keyin biz 2 ga oladimiz. 2 ga ikkinchi положениеga olganimizda bu mana shu tagidagi kontaktlar bor mana. 3-kontakt, 7-chi, 11-chi degan. Shu kontaktlarni bunga ulab beradi. Mana 4-kontakt, masalan bu yoqda 12 turibdi, mana o'rtasida 8. Shunga ulab beradi. Shu holatda ulasak, 2 ga olganimizda motorimiz ikkinchi teskari tomonga aylanadi. Bu yerda asosiy qiladigan ishimiz, biz mana asosiy kelgan pitaniyadan oldik, pastga shleyf qilib oldik-da. Shleyf qilib olganimizda bu fazalarni B bilan S fazani o'rnini almashtirib qo'ydik. Shu holatda stanovlarda ba'zida ishlatiladi bu. Shu holatda hozir ishlatib sinab ko'ramiz. Mana pitaniyamiz, kontaktorimiz joyida. Hozir shu holatda o'chiq turibdi. Buni 1 ga olamiz. Mana birinchi положениеda turibdi. Mana knopkamizni bosamiz. Ishlaydi. Motorimiz ishlayapti. Mana aylanishini eslab qolinglar. Shu turishda bu avtomat tomonga, o'ng tomonga desak, mendan qaraganda o'ng tomonga deb bo'lamiz. Birinchi holatda. Endi biz buni ikkinchi положениеsiga qo'yamiz. Mana shu o'rtasi neytral. Butkul uziladi hammasi. Endi buni 2 ga qo'yamiz. 2 ga qo'ydik.
Endi mana sinab ko'ramiz ikkinchi soatda ham. Motorimiz ishlaydi. O'chiramiz. Motorda aylanishini ko'ringlar. Motorimiz endi bu tomonga. Men qarab turgandan chap tomonga qarab aylanyapti. Xo'p, bugun mana shu переключатель fazida ulashni o'rgandik. Ko'p kerak bo'ladi. Bitta buni qulay tomoni shu bitta kontaktor bilan motorni orqaga, oldiga aylantirishni ko'rdik. Motorni orqa oldiga aylantirishning yo'llari, nimalari, yana boshqa usullari bor. Ularni keyingi darslarimizda ko'ramiz. Ikkita puskatel bilan blokировка qilib, korotkий zamykание bo'lib ketmasligini oldini oladigan blokировkalar bilan qilib o'rganamiz inshaalloh. Hammaga rahmat.